Tasavvur qiling, miyangizni ichida siz emas, balkim boshqa bir jonli mavjudot yashayotgan bo'lsa-chi? Yashirin va yillar davomida bu haqida hech kim bilmagan. Nima deyapsan deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu afsona emas. Bu Angliyada yashagan oddiy bir odamning haqiqiy hikoyasi. Keling, tushuntirib beray. 2015-yil Angliyada yashayotgan xitoylik erkak Wang Li asta-sekin g'alati alomatlarni seza boshlaydi. Boshi og'riydi, xotirasi susayadi va eng g'alatisi aslida atrofida yo'q hidlarni his qilishni boshlaydi. Shifokorlar bosh miya tomografiyasini qilishadi. Natijalar esa ularni hayratga soladi. Bu o'smadan emas, insultdan ham emas edi. Miyada bir narsa sekin yurayotgan bo'ladi. Va oxirida bosh miya ichida 26 santimetrli parazit aniqlanadi. Bu spirometri, ya'ni tibbiyotda kam uchraydigan, asosan Osiyoda uchraydigan qurt turi. Bugungi Xitoy qahramonimiz katta ehtimol bilan iflos suv ichgan yoki pishmagan qurbaqa yoki ilon go'shtini iste'mol qilgan. Parazit esa cheladan qon aylanishi orqali to'ri miyaga borgan va 4 yil davomida u miyada mazza qilib dam olgan. Faqat maxsus jarrohlik orqali olib tashlangandan keyin sir ochiladi. Wang Li tirik qoladi, lekin bu holat butun dunyo mutaxassislarini hayratda qoldiradi. Bu nafaqat kam uchraydigan holat edi. Bu ilmiy sensatsiya bo'ldi. Chunki bu voqea odam miyasida yillar davomida hech qanday alomatlarsiz yashovchi parazitlar ham bo'lishi mumkinligini isbotladi. Miya bu inson tanasining eng murakkab va sirli organi va ba'zida begona jonivorlar uchun ham uyga aylanishi mumkin. Chunki tibbiyotda haqiqat fantastikadan ham ajoyib.